صوتي مش عارف. Ey the light. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabijalla. Bugün biz Shvetsiyadagi futbolchi azmatlar haqida har birlari bilan bu futbolchi azmatlarimizni tunishtirgach, bu qarindoshlarimiz olgan natijalarini har birlari bilan o'rtoqlashamiz. Men hozir futbolchi azmatlar va ularning mashg'uli Mehmet Sidiq efendimni ekranga taklif qilaman. Assalomu alaykum Mehmet Sidiq efendim. Aleyküm assalam. Ha, qandarak ahvolinglar, yaxshi tudinglarmi? Azmatlar, sizlarmi yaxshi tudinglarmi? Yaxshi, rahmat. Ha, bu azmatlarimizning Uyg'urchasi biroz degandek nima emas, ammo gaplarni yaxshi tushuna oladi. Uning uchun bugun men asosliq mushu Mehmet Sidiq efendim bilan suhbatni elib boramiz. Mehmet Sidiq efendimni men o'zim bir tunishtirib qo'yay. Mehmet Sidiq efendim Shvetsiyaga kelgili 18 yildan oshdi. Shvetsiyada mishada bir yaxdan yashagach, bir yaxdan ishlagach, o'zining xizmatlaridan sirt mushu bizning Uyg'ur futbolchilik uchun o'zining vaqtini, zehnini ajratib kelyapti. Bu qarindishimiz 2019-yili Myunxenda elib berilgan Dunyo erkinlik lonkasini talish musobaqasida Shvetsiya komandasini birinchilikka erishtirgan. Bu yilmi 2022-yil 7-oyning 1-kuni Norvegiyada elib berilgan yana o'xshashlar Dunyo erkinlik lonkasini talishish futbol komandasining birinchilik natijasini qo'lga keltirdi. Bu yerda men Shvetsiyadagi Uyg'urlar vakolatan, shaxsan o'zimga va oilamga vakolatan bu azmatlarni tabriklayman, rahmat aytaman. Alloh razı olsun sizlardan. Rahmat. Hürmetli Mehmet Sidiq efendim, siz aldı bilen mushu musobaqalar haqida bir qisqacha ko'rmanlarimizga bir ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz, bu musobaqa qanday o'tkazildi, qachon ilib berildi, qanday shaklda bo'ldi, bu to'g'riliq so'zlab bersangiz. Assalomu alaykum Uyg'ur xalqi, hurmatli Uyg'ur xalqi. Shu biz shuni bu yilda Norvegiyada o'tkazdik. Qanday qildik desanglar, biz boshqa kapitanlar bilan, boshqa davlatlarning trenerlari bilan telefon orqali so'zlab, ajillarda bo'lam pandemiya bo'yicha qilamidik. Shu uchun bolalar bilan telefon orqali qilib Norvegiya, Gollandiya, Belgiyalar bilan, Fransiya hammasi bilan shunday qildik, unday qilaylik deb bir maslahatga keldik. Ajilda qilaylik deb. Ondan keyin chek tashladik. Chek tashlaganda Norvegiyaga chiqdi. Aha. Shu Norvegiyaning treneri Muzaffar. Fikrimiz yaxshi bola. Shu bo'ldi, marhamat kelinglar deb qildi, kitimiz deb shu 3-oydan tortib boshlandiqda tayyorlik qilgan. Ha, sizlar bu musobaqani sizlar tayyorlikni 3-oydan boshlab boshladingiz. Bu yerdagi bolalarning mening xabarim bor. Asosli hamda siz mushu musobaqada yana o'xshashlam har yilgi o'xshash natijani qo'lga keltirman deb nihoyat izlandingiz va bolalarni tashkillab mushu musobaqada yana yaxshi natijalarni qo'lga keltirdingiz. Bu musobaqa birinchisidan 7-oyning 1-kunidan 3-kunigacha elib berildi, deymi Norvegiyada. Tushunami? Ha, to'g'ri. Norvegiyada Oslo degan shahar edi. Jami qancha komanda qatnashgan bo'ldi bu qitimliq musobaqa? Eng beshida gap qilganda 7-8 komanda bo'lish kerak edi. Ondan keyin shu vaqt bilan taqishqabdi Amerikan Kupning Amerika Kanadaladimi, ularda shunday lonkasi bo'ldi. Shu bir vaqt bo'lib qopti. Shuning uchun ular kelamadi. 5 komanda biz yig'ildik. 5 davlatdan 5 komanda kelib, shu futbol lonkasini o'tkazdik Norvegiyada. Shunday. Bu musobaqa aylanma musobaqa bo'ldi, shundaqmi? Hamma komanda o'zaro ko'rishib chiqdinglar, o'ynab chiqdinglar. Ha, shunday. Endi inshaalloh biz shuni orzu qilaylik deymiz, mana shu Shvetsiyada. İnşallah mana shu Uyg'ur jamoat bilan Shvetsiyaning gap qilishib, inshaalloh qilamiz uni. Ha, inshaalloh bizning bu yerga vaqt keladi.
İnşallah, inşallah. Bizim ötküzüşke tayyorlik qilamiz. Siz degandek, ikki qitimliq birinchilik natijani qo'lga keltirdinglar. Bu biz uchun Shvetsiyadagi Uyg'ur xalqi uchun hammamiz xo'shallangan, hammamiz faxrlanadigan bir ish. Har biringlardan nihoyatda xo'sh, jamoatmi buda qitim natijalarni anglagandan keyin har taraflardan xushalliqni ifodalab, har biringlar uchun bir dasturxon tayyorlaydi inshaalloh. 8-oyning oxirlarida mushu yoshlarimizni, chunki hozir siz bilasiz ba'zi bolalar semestr, ba'zi odamlar semestr nimadagi Shvetsiyadagi. Uning uchun jamoatni hozir to'plash biroz qiyinga to'xtaydi. Uning uchun biz jamoatlar balkim 8-oyning oxiriga maslahatlashib, har biringlarni bir mushu yeningizdagi azmatlar, siz boshqa qarindoshlarimizni bir kutilish uchun bir dasturxon silishi mumkin. İnşallah nayet yaxşı bo'lsa deb o'ylayman. Demakchi o'g'lim, Shvetsiya xalqi nayet xushal sizlarning bu natijalardan, bu tashkillanishinglardan, bularmi shunday yosh bolalarimiz hammasi shunday yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, yaxshi o'ynayotdi. Anladik bizmi borammasaqmi, yaxshi turib musobaqaning jarayonlarini ko'rdik, ammo musobaqa jarayoni qanday bo'ldi? Bizning futbol komandasidagi bolalar qanday o'ynadi musobaqada? Do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchimi degandek bir shuarlar bo'ldimi bu yerda? Bu to'g'ri so'zlab bergan bo'lsangiz. Ya bizning bolalar yaxshi o'ynab chiqdi. Hamma bolalar bu qitim bu Norvegiyada bo'lgan longsi shundoq fayzi, shundoq chiroyli, shundoq yaxshi o'tdi. Bir-birini hurmat qilib bolalar maydonning ichida. Bir-biriga yordam qilib, bir-biriga xafachilik yo'q qilib, chiroyli o'tdi. Chiroyli o'ynab, maydonlarga chiroyli chiqib, chiroyli o'yinlarni ko'rsatdi. Hamma davlatlar, hamma bolalar, hamma davlatlarning bolalariga cho'ng rahmat deyman. Shundoq fayzi o'tgan narsaga, shundoq hurmatli qilib bir-birimizni. Shundoq chiroyli o'tdi. Shundoq ham u yerda tashkillangan qarindoshlarimizning nimasini Facebook'lardan ko'rdik. Gayet yaxshi tashkilotda, ammo shu havo rayida biroz yomg'irlik bo'lganligini ko'rdim. Yomg'irlik bo'lganligi biroz bolalarda biroz qiyinchilik bo'lgan bo'lishi mumkin maydonlarda ravon o'ynashiga. Ammo lekin bolalarning kayfiyati yoki bo'lmasa o'ynash o'zining texnikasini joriy qildirish jihatlarda nihoyatda yaxshi o'yindi deb o'ylayman. Siz ham u yerda bo'lgandan keyin bularni yaqindan ko'rdingiz deb o'ylayman. Shu bolalar yaxshi o'ynadi. Mehmet Sıdık, siz kamerani biraz bundan o'zingizni to'g'rilang, chunki sizni biraz ko'ramay qoldik. Ha, yaxshi. Ha, tamam. Ha. Endi mushu bolalarning u yerdagi natijalari qanday bo'ldi? Har bir komandada qancha bo'ldi? Biz hamda g'ilpal angladik, tafsiliy nimamiz yo'q. O'zingiz sizning og'zingizni bir anglaylik. Ya unaqa hamda desak bo'ldi uni. Biroq biz hammasini hurmat qilib, hamma davlatlarni, boshqa davlatlarning Gollandiya, Belgiya, Germaniyaning bolalari yo'lda to'xtab qolibdi. 3-4-5 odamdan kam edi, kilamidi. Shu uchun kichkina qiyinchilik bo'lib qoldi. Bizga yaqin Shvetsiya, Norvegiya bilan. Shunaqa. Shu uchun biz jiqaroq bolalar bilan berib, jiqaroq pishib hamda bolalardan-da. Shu uchun mandaq total qarasak bu shundoq chiroyli o'tdi. Hamma biz birinchi Gollandiya bilan o'ynadik. Juma kuni atganda ichilish bo'lib, undan keyin juma namozi bo'lib, hamma komandalar undan keyin kechda birinchi bizda o'yin bo'ldi. Bizda Gollandiya bilan o'ynadik. Gollandiyaning trenerisi Ilshod. Yaxshi o'yin bo'ldi. Biroq birinchi yarim soat desak bo'ldi-ku. Yana kiramidiqda o'yinning ishiga. Kiramasdan shunday kichkinaligi bo'lib qolgan. Undan keyin chiroyli kirib, ularni o'ynab, Ilshodning komandasi, shu Gollandiyaning komandasi bak yaxshi o'ynadi, chiroyli o'ynadi. Shu bizning narsamizligi bu bir qilliq, bir tonishib, aralashib bolalar yursin deb shu maydonda shundoq bir-birini putlarga urmasdan. Bu futbol bo'lib qoladi, biroq xafachilik yo'q. Xafachilik bo'lmadi.
Ha. Valla birinchi qitim emas bir-birini ko'rishib, shu sig'inib ketib, o'ynab, kulib, chiroyli o'ynab, chiroyli o'tkazdi. Shunaqa. Onun keyin ikkinchi kuni, shanba kuni biz atdiganda o'ynadik Belgiya komandasi bilan. Belgiya komandasi yomon kuchli. Shunaqa. Ular bilan o'ynadik. O'yin o'tdi, chiroyli o'tdi. Biz yandik oxirida. Biz yandik endi. Gollandiya bilan bizmi yandikda. Onun keyin shanba kuni ikkinchi o'yin tushdan keyin kechga yaqin yan bo'ldi. İkinci o'yin kuni. Shu bu Germaniya bilan o'ynadik. Treneri Ilchin aka deb qo'ymaymiz biz. Bek yaxshi adam, yaxshi bolalar-da. Ko'mchilik, yaxshi bola. Shu hamma komandaning trenerlari shunday ko'mchilik, shunday yaxshi odamda. Bolalar bizning. Shularni ko'rimizda 2 yil ko'ramasdan qitim berib, shunday xushal bo'lib keldik. Shunaqa. Hamda bu jarayonda bolalar o'zaro masalan bizning mana Shvetsiyadan borgan bolalar ruscha bilan shvechigini aytib puxta. Hamda uyg'urchini bak ravon bo'lmasa anglay oladi, biladi. Asosi bor hisobda. Hamda boshqa yerdan kelgan bolalar hammasi shu üzerinden yerlik tili bilan boshqa tillarga pishib bo'lishi mumkin. Hamda u yerda bolalar o'zaro o'rtaq uyg'ur tilida paranlashdimi yoki boshqacha bizning boshqa davlat tillarida so'zlashib ketdimi? Mandaqda gaylari ruscha biladi, gaylari shvetsicha, gaylari uyg'urcha azroq biladi bolalarning. Boshqa davlatlarning shundaqki. Shundaq chiqibdi boshqa davlatlarning bolalarimi gaylari uyg'urcha tushunmaydi ekan. Shuning uchun ular gap qilib, o'rischa tushunmaganlar, uyg'urcha tushunmaganlar qilib qilgan. Uniki tushunmasa inglizcha gap qildi. Inglizcha gap qilib o'tadi. Ben özüm gördüm-de şu devletin oturup gap qilyapti inglizcha. Neymiş ki inglizcha gap qilyapti desem, biri ben Uyg'urcha bilmayman deydi. Boshqa men ruscha bilmayman deydi. Uchinchi men shvetscha bilmayman deb shu uchun inglizcha gap qilib o'tiryapti. Bu yaxshi. Yuzlari bosh yosh bolalar yuzlarini tepib, mana shu og'inlarni tepib, qanday tilda gap qilsa gap yaxshi. Shu aralashib, og'in bo'lib, hurmat qilib yursa, bizga shu xo'shal keladi shuni. Eng muhimi tildan muhimi o'zaro tunishsin deysiz-ku, o'zaro bir do'stlik bo'lsa, anandan keyin bizning uyg'urligini zaten bilgandan keyin inshaalloh keyin texmbek uyg'urlik qarab yuzlandi deb o'ylaysiz. Hamda bu jarayonda hamda futbol asli bir ittifoqlikning simvoli-ku, bir ittifoqlashib bir mayli dushmanga qarshi olsun, mayli qarshilardan vartasi top tepishsa olsun, bunun ittifoqlik olmasa natija aql olmaydi. Demak, shu futbolda komandadagi bolalarning hammasi ittifoqlik bir ro'yi bo'lg'achqa, boshqa davlatdagi qarindoshlarimiz bilan shu ittifoqlashib yoki bo'lmasa tunishish yoki bo'lmasa ittifoqlikni ilgari surish uchun bir so'rin hozirlandi deb o'ylaysiz sizmi balkim shuni chiqish nuqtasi bolalarni tarbiyalayapsiz. Shu bizni mujiq bolalar yosh bolalardan uyg'urcha ancha-muncha bilgan bolalardan ular hozir yaxshi bo'lib qoldi. Kichkina uyg'urcha o'rganyapti. Mana shu futbol o'ynaganda maydonlarda, trenirovkalarda boshqa cho'ng oqlari bor maydonda o'ynayotgan. Ular uyg'urcha biladi, uyg'urcha gap qilib, uyg'urcha gap qilganlar deb asta-asta shunday narsalarni o'tyapti maydonning ichida, trenirovka vaqtlarida. Shunday tarbiya qilyapmiz. Hurmatli, cho'nglarni hurmat qilib, cho'nglar kichiklarni izzat qilib, shunday chiroyli bo'lsin deb birlashib, shunday qilyapmiz. Qo'limiz kelgishi qilyapmiz endi. Shunaqa, rahmat, Alloh razı olsun. Endi men yeningizdagi azmatlarni bir tunishtirib qo'yaman, ko'rganlarimiz bularni bir tunisin. Bularning o'zining bir yurak so'zlari bo'lsa anglayli. Mana meni qishimda o'tirayotgan bu bizning komandaning kapitani. Elmurod. 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 Tamam, güzel. Onun keyin mana bizning Dilzod. Dilzod, va alaykum assalom. Eng jiq gol qilgan
yaxshi Maşallah. o'yinchi bo'lgan mana shu Norvegiyaning turniringda. Aha. Undan keyin mana bu Assalomu alaykum. Alaykum bu assalom. Farruh ukamiz, balimiz. Aha, Farruh. Farruh bizning vratardi. Aha. Vratar bo'ldi majili. Shu Güzel. yosh bolalar 17-18 yoshlik bolalar bu Aha. hamisi. Güzel. Ondan keyin Maşallah. mana Farminda Alaykum assalom. Farminda mana balimiz bor. Aha. Shunda bayz o'ynaydi, yaxshi o'ynaydi. Aha. Yana qishindi mana Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mansur. Mansur. Mansur bu yili birinchi qitim biz bilan o'ynayapti-da. Aha. Shunda undan keyin hozir kichkin turib o'zlarim dapirdi. O'zlari qandoq keldi, qandoq ko'nglim yoqdimi, yoqmadimi deb dapira. Buldu. Ana mana Balanın. Assalomu alaykum. Alaykum Rasul assalom. degan hukmimiz bor balimizda. Aha. Rahmat. Shu ami komandani yig'ib akamidim. Mhm. Uchun shu 4-5 bolalar yoshlardan kelib Asaslık netice yaratkan ballarını yığdınız da yaxşı oldu. Güzel oldu. Kalan ben keynimge balının hem maydana düşken balının umumi görünüşünden keynimi çıkarıp koydum. Körülmelerimiz bütün ağaç olsun dedim. Hem de ballarının yürek sözlerini anlaylı. Balla eğer siz Uygurca geçmezsek yaxşı. hozir Ilmurod boshladi so'ng. Tamam. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Mening ismim Ilmurod Amarov. Men komandaniki kapitan bo'lman. Aha, Men rahmat. hamsiga rahmat deyman. Hamma atlarimizga, komandaning treneri Mehmet Sadiq akimizga, yana futbol o'ynagan hamma bolaga rahmat aytman. Norvegiyadan bizni mehmon qilgan aqlimizga cho'ng rahmat. Rahmat meniki atlarimga, Qozog'istonda turayotgan urug' tuqqanlarga hamsiga rahmat, salom aytman. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Arkasiga telefon o'tirish. Yani Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Mening ismim Dilzat Abdurim. Tabii. Menga 21 yosh. Mhm. Men Stockholmda yashayman. Mhm. Men futbolni endi 16 yil bo'ldi o'ynaganman. 5 yoshdan top o'ynagan. Aha. Yosh boshladim. Yosh bo'lib boshladim. Maşallah. Shu endi biz Shvetsiya komandasi bilan Norvegiyaga bordik. Shu musobaqa o'ynaydiganga 5 davlatdan komandalar keldi. Biz 4 o'yin o'ynadik. Hammasini yengib oldik. Rahmat. Yaxshi o'ynab yengildik. 4 o'yinda men 11 gol sapman. Aqllarimga, fiklarimga rahmat. Bek yaxshi o'ynadik. Bek payza o'tdi. Shu endi yaxshi o'ynab, aqlimiz, fikrimiz yaxshi o'tib ketdi. Shu ham Uyg'urlarga Shvetsiyada cho'ng rahmat dey. Cho'ng rahmat. Norvegiyadagi Uyg'urlarga cho'ng rahmat. Bek yaxshi o'tdi. Bizni hurmatlab yaxshi o'tdi. Shu mening ota-onalarimga cho'ng rahmat. Beqib cho'ng qilgan meni. Dadam Abduvali, apam Mukarram cho'ng rahmat. Abdülikamning bolasi ekansiz-da siz. Tamam. Hem bu konuda. Siz 2019'da mı oynagandınız siz? Menmi? 2019 Myunxen'da mı top oynagandınız o? Menmi öyle kim? Ya, bamapman. 2019 barmı? 2019. Yok, men 8 yoshda vaqtda. Men 2001dan. Yok. 2019. Şunu 19 Germaniyaga bordim. Germaniyaga bordingiz. Shuni shu vaqt ko'rgandek qildim shuni. Shu. Güzel. Vaqtida mı 10. numardınız? Shu durust. Shu. Güzel, rahmat sizga. Shu tug'ilgan yerim Yarkat cho'ng rahmat. Güzel tug'ilgan yerga cho'ng rahmat. Yarkatliklarga hamsi tuqqanlarimga cho'ng rahmat. Cho'ng salom. Assalomu alaykum. Shu Shvetsiya komandasi cho'ng rahmat.
Mehmet Sadık akamga cho'ng rahmat. Bizga yordam qilib, hurmatlab bizni yaxshi o'tdi. Tamam. Güzel. Shu. Rahmat sizlarga rahmat. Nihoyatda yaxshi Rahmat. o'yindinglar, yaxshi natija olib keldinglar biz uchun. Biz sizlarga rahmatimizni bildiramiz. İnşallah texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilamiz inshaalloh. İnşallah. Cho'ng rahmat. Bo'ldi. Boshqa qarindoshlar bo'lsa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İsmim Farruh. Bujum 18 yaş. Şvetsiya Uyghur komanda vratarisi. Benim bugungi bachelor'imda ota-onamla qarindoshlarim ham do'stim yarimdasiz. Elimga siz shuna ota-onamla qarindoshlarimga ham do'stimga cho'ng rahmat bildiraman. Rahmat sizga. Mushu fursatda ham Mehmet Sadık akam cho'ng rahmat bildirman. Chunki mushu fursat bo'lsa bo'lmayman. Men ham yaxshi vratar bo'lmaydi. Rahmat sizlarga. So'zimni rahmat. Bu Farruh balimiz bu qitim Norvegiyada birinchi qitim biz bilib oldik. Uchun o eng yaxshi vratar bo'lib chiqdi. Maşallah. Prezident kubok berdi bunga. Eng yaxshi vratar deb. Eng yaxshi vratar deb. Shunda bu birinchi qitim biz bilan qo'shilib bo'lgan narsa. Inshaalloh endi yani barimizda quvvatli bolalar kitib o'tirdi. Hozir yani depra bir narsa. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Farmin Imitov. Men 19 yoshda. Norvegiyada bo'lgan Uyg'ur futbol championatga qatnashdim. U yerda boshqa mamlakatdan kelgan Uyg'ur qarindoshlar bilan uchrashdim va ular bilan tanishib, ag'anib bo'lib keldim. Menga yomon qiziq bo'ldi. Bizning Norvegiyada va Shvetsiyada qo'llab-quvvatlagan sportlarga rahmat aytman. Ailatan o'zimning ailaga, dadamga, apamga, akamga va hadarimga cho'ng rahmat. Shunga qo'shib o'ltirib Norvegiyadagi mushu Uyg'ur futbol turnirini uyushtirgan qarindoshlarga va barliq trenerlarga rahmat. Mushu paytni foydalanib Qozog'istondagi va boshqa yerda turgan tuqqanlarimga cho'ng salom aytman va ularga tinch salomatlik ishlariga utuq tilayman. Rahmat. Hammanglar omon bo'linglar, yaxshilarda ko'rishaylik. Tamam, güzel. Rahmat sizga rahmat. Ko'p rahmat. Rahmat senga. Allah razı olsun. Başqa qarindoshlarimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening ismim Mansur Turg'anov. Men 18 yosh qurdim. Men birinchi qitim buni musobaqa qatnashdim. Men nihoyatda hayajonlandim. Mushu musobaqa uyushtirgan aqlimga cho'ng rahmat. Mening Mehmet aka cho'ng rahmat. Qozog'istonga qarindoshlarimga cho'ng rahmat. Rahmat sizga rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rahmat.
Gayet güzel şekilde. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İsmingiz? Mening itim Abdurasul bo'ldi. Abdurasul. Maşallah. Abdurasul. Shu aytganim mushu ham ustozlarga kelgan Norvegiyaga rahmat degim keldi. Kelganiga mushu Norvegiyadagi Norvegiyadagi haqlarimizga rahmat deyman. Nim qig'iniga. Shu bakchiralik bo'ldi, tamoqlari hamma yaxshi bo'ldi. Hammasiga yerda rahmat degim keldi. Shu mana taqala bizni tayyorlab Norvegiyaga olib shu birinchi qator emas, apparatqani bizni Germaniyaga men bordim. Mana taqala bilan ikkinchi qator shu cho'ng rahmat deyman mana taqaga. Shu Shvetsiyadagi hadlarimizga, aqlarimizga rahmat aytmay yordam berganiga. Shu. Rahmat sizlarga rahmat. Sizga rahmat. Yaxshi natijalarni olib keldinglar, hammamizni xushal qildinglar. Rahmat. Boshqa gaplaringiz bo'lsa anglaymiz. Ya, sizda bo'lsa siz so'rang. Hamda to'pning siz yaxshi bo'ldi dedingiz. Hamda mushlar musobaqalar bo'lib tursa yaxshi bo'lamdi ekan sizlar uchun. Mushlar musobaqalarning ko'proq o'tkazilishi. Yanda Mushlar musobaqalarning ko'proq bo'lishi sizlarda yoshlar uchun biroz yaxshi bo'lamdi ekan har jihatdan. Yaxshi bo'ldi bu. Shu ko'p bo'lib bo'lsa, shu yaxshida biz hamda bir-birimizni jiqaroq ag'aylar, jiqaroq uyg'urlar tanishib, hamma yaxshida. Boshqa uyg'ur qarindoshlarni tanishib. Yaxshi bo'ldi bizga. O'sha vaqtda men Norvegiyaga borganda hamda jiqaroq tanishlar chiqdi. Norvegiyadan, shu Belgiyadan, Gollandiyadan yaxshi. Shu yaxshida. Do'stlarni tanishib oldinglar, inshaalloh. Nayt yaxshi bo'ldi. Shu futbol hamda asosliq natijalar emas, natija musobaqa natija emas, o'zaro qarindoshlikdagi mehr muhabbatdagi natija nayt hosil bo'ldi. Mana sizlarning shu ta'siriyotinglar, ashadagi qarindoshlarimiz bilan tanishish, uyg'urliklarni aslash va uni texmo yaxshi shaklda bir hech bo'lmaganda uyg'urchani mana hozirgidek yaxshi so'zlash uchun tirishsizlarda bir o'zinglar albatta tirishib, ugunib, jiqmash qilib degandek. Uyg'urcha asosinglar bor, ammo ko'p ishlatmagachga biroz yaxshi ifodalash qiynalib qoldi. Ammo lekin yaxshi tushunalaysizlar. Inshaalloh shu musobaqalarni shaxsan bizning uyg'urligimizni, bizning uyg'urlik ittifoqligimizni joriy qildirishda naytur asos ega deb qarayman. Rahmat sizlarga shu natijalarni. Sizga rahmat, rahmat. Biz uchun mayli Shvetsiyadagi uyg'urlar uchun bo'lsin, mayli Qozog'istondagi, mayli Qirg'izistonda yashayotgan u yerdagi qarindoshlarimiz uchun hammamiz uchun bir cho'ng bir nima milliy ruh deb o'ylayman. Inshaalloh bundan keyin har yili nima u Xitoy virusi bilan biroz musobaqalar bo'lmay qolib qoldi dunyo shakldek. Inshaalloh Mehmet Sidiqmi degandek inshaalloh bizmi Shvetsiyada kantipdagi bir musobaqalarni uyushtirish uchun inshaalloh Uyg'ur jamoati tirishadi deb o'ylayman. Sizga rahmat aka. Gapinglar bo'lsa anglaymiz. So'z berganingizga sizga rahmat. Cho'ng rahmat. Tamam. Mehmet Sidiqning gapi bo'lsa anglaymiz. Mehmet aka sizning bo'lsa. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mehmet Sidiq nayti yaxshi ravon ko'rildi. Uyg'urchani nayt yaxshi ifodalashga tirishdi. O'zining rahmatini mayli ota-onalariga bo'lsin, mayli do'stlariga bo'lsin, mayli Norvegiyadagi musobaqa o'rlashtirgan qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli har yerdan kelgan qarindoshlar o'zining rahmatini bildirgan bo'ldi. Nayt xush bo'ldim men. Bu bolalardagi ham bir sog'lom axloq fazilatni ko'rdim. Siz gerçi futbolla emas, bolalarga axloqiy tarbiyadami nayt yetakchilik rol o'ynayotganligingizni his qildim. Siz shu komandani 3-oydan boshlab tashkil edim dedingiz. Bu jarayonni ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz anglashlarımızga. Shu bizim shu trenerlar bilan gap qilib, chek tashlab qilgan keyin Norvegiyaga tushgan keyin men bolalarni yig'ini boshlandim. Bolalarni yig'ib boshlandim. Shu o'ynaydigan odam
kelinglar deb hamma Uyg'urlarga dedim. Shvetsiyadan. Shu adam jig'ildi. Balla jiq. Shu balladan endi jiqlari baramidi. Bizning gaylari atamlari bilib ketdi u yoqqa bu yoqqa deb semestrlarga. Anda gaylari og'rib qoldi. Shunda trenirovkalardim o gaylar jiqlari 3-4 balla putlarini qarib oldi. Shu uchun shu bo'lgan balla shu 20 adam bordik. Mashinalarni berib shu 3-oydan tortib bir ikki qitim haftada trenirovkalarni o'tkazdik. Rozladimi shu kundadimi bir qitim bir haftada bir qitim yig'ilib trenirovkalarni qildik. Shu ballani maydonda biz biroqlar futbol deb qilmaymizda, endi kichkina bir-birini aralashib, bir-birini tanishib жүрсін deb qilgan narsamiz mana shu. Ondan keyin hurmatlab, bir-birini yordam qilib bir-birisiga deb qilgan. Hozir qarsangiz chiq balla, mana shu yillarning ichida chiq balla tag'in bo'lib. Bu ballaning ballarım bor. Semya bilan shundoq aralashib yuryapti. Mashrablarni o'ynab. Ayollar çaylarını oynab yuribdi. Şunun biz qo'shal ularni ko'rgan qo'shallik yurimizda. Shunaqa. Shu bu ballama yosh balla bu hamma ballalarning ota-onalariga cho'ng rahmat bizlarni aytaman. Mana shu yaxshi shundoq chiroyli tarbiya berayotgan ularga. Shunaqa. Tarbiyalab cho'ng qilib shundoq payz balla salomchi balla rahmat deb qilgan, hurmat qiladi. Shu men bir yig'i so'z qilsam, gapimni anglab, xo'p deb qiladi. Shuni ko'rib bu yosh bolalarni bizning o'sayotgan bolalarni qo'shal yurmiz. Miskin mana shu bunday qilib boshqa davlatlar bilan bolalar ko'rishib, aralashib qilsa payzda. Shunaqa. Balla, qizlar bir-biriga aralashib qilsa, Uyg'ur tilimi yo'qolib ketmaydi. O'rqadislar yo'qolib ketmaydi Uyg'urlarning. Shu bizning qilayotgan narsa mana shu Uyg'ur jamoat, Shvetsiyaning Uyg'ur jamoatining yordami bilan ota-onalar bilan bolalarning hammasi shu qo'shal bo'lib yuryapmiz shunga. Shunaqa. Bolalar kichkina o'dib qoldi hozir gap qilgani. Gap qisbatdi jiq. Daymiz deb hozir kameraning oldiga o'tirib birinchi qitim bo'lganki. Unutib qoldi. Kichkina. Shunday bo'lib qoldi. Shu izlarimi kelib turdi o'yinda. Biroq yaxshi bolalar bu. Shunaqa. Bolalar biz aka hozir dalamagan narsamizni biz maydonda kindaylar deb tushundik. Futbol o'ynaganda maydonda biz deyli, yad gap qila olamiz deydi. Toplar bilan. Ya kichkina o'dib qoldi. Shu uchun uni xab bo'lmasdan yurayli. Yo'q, inshaalloh nayt yaxshi ifodaladingiz yurak so'zlarini. Men anglab xush oldum. İnşallah. Hem de siz abim deganiniz nayt yaxshi oldu. Siz gerçi ballani bu yerda futbol o'ynash uchun ham emas. Belki Uyg'urligini yo'qotmagan, Uyg'ur bilan do'st bo'ladigan, Uyg'urini tepib to'y qiladigan, Uyg'ur bilan turmushlik bo'ladigan, Uyg'urlik tilini yo'qotmaydigan, madaniyatini yo'qotmaydigan. Chunki siz bilasizlar biz mishalda siz 18 yil oldu yashayapsiz, bizga 10 yildan ishib ketdi. Bu jarayonda bu yerda yashash jarayonida o'zimizning sonning ozligi, anandan keyin bu yashayotgan jamiyatga singishib ketishimizning tezligi bo'lib, bolalarimizning bu yerga maktabga borgan, bu yerda tug'ilib o'sgan bolalarimizning bu jamiyatga singib ketish ehtimoli nayt yuqori hamdi. Unda bo'lgandan keyin biz bularni mush jamiyatdagi boshqa millatlarning urf-odatiga yuqtirolmagan shaklda o'zimizning Uyg'urlik shaklda yashash uchun bularga bir sharoit yaratib berish kerak ota-onalar bo'yicha. Ana siz shu komanda orqali bolalarni
top arqılıq təşkiləş arqılıq. Çünki Uyğur balalarının həmmisi top qızıqıdır. Siz bilirsiniz, həm topunu yaxşı oynaydı. Siz texim yaxşı oynaydigan balalardan texim yaxşı oynaydigan balalarını tərbiyələb, həmmisini tərbiyələb atsınız da, həm texim yaxşı apırıb məsafələr silib, yaxşı nəticələrini qolğa keltirib atsınız. Aynı balalarının yaşı qarsam 18-19 yaş ətrafındakı balalar ki, da olğandan keyin bu balalarning texim keyingi kelajagi nayti yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Hamda bu jarayonda masalan musobaqani oldinganda Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoatidan sizni shu komandani iqtisodiyotdan yordam bergan va yoki har xil shaklda qo'llagan tashkilot va shaxslar bormi? Bularga sizning gap so'zlaringiz bo'lsa, buni anglashaq bo'ladi. Jiq balla, jiq adamlar, tashkilotlar hammasi jiq yordam qildi. Men Mandaqdayda Shvetsiya yaşagan Uyg'urlarga hammasiga cho'ng rahmat aytamiz. Tamam. Men o'zimdan aytaman, komandadan aytaman. Shu sizlarning yordami bilan mana shu komandani yig'ilib, apirib qilayotgan narsamiz mana shu. Hamma ota-onalarga rahmat deyman. Hamma mana shu bizning Uyg'ur tashkilotlarning mana shu jamoatga cho'ng rahmat aytamiz. Tamam. Yordam qilayotganlarga bizni shundoq yig'ilib yo'llar sevayotganlarga hammalarga cho'ng rahmat. Hamma bolalarning ota-onalariga cho'ng rahmat. Tamam. Men o'zimning onamga, Sayfshamol onamga cho'ng rahmat aytaman. Apam Mashada bizda yashaydi. Ha, maşallah. Shu uchun yaxshi inshaalloh. Tamam. Alhamdulillah. Cho'ng rahmat hammasiga aytaman. Biz bu ishni tugatmasak bo'ladi. Shu yosh bolalar, cho'ngaroq bolalar hammasi mana shu narsalar tutmaylam qolsin shu mana shu futbol orqali. Futbol bu futbolda bu futbolning ichida mana shu amin davlatdan 15-20 odam yig'ilandi. Manda 19-yilda Germaniyaga birinchi qitimma borganda bolalarni yerda tatinib yurgan bolalar. Biroq to'nishi boshqa davlatning bolalari bilan texnicha og'in bo'lib yurdi. Telefon orqali gap qilib. Norvegiyaga borganda ular bir-birini quchoqlashib, xo'sh bo'lib yurdi. Boshqa komandalar, boshqa davlatlarning bolalari bilan. Shu ular qarab, yurakni xo'sh bo'lib qoldi ekan qarab. Shu men so'raydigan narsamda hamda bizning jutdan mana shu bolalarning futbol komandasini shundoq yordam qilib, ishtirib, mana shu lonkislarni o'tkazib, shundoq qilsak bo'ladi. To'xtatmasdan bu ishni. Bunaqa. Bu nayt yaxshi ishda. Shundoq to'g'ri deysiz. Endi sizning deganingizdek, hamda hozir shu Shvetsiya ishchida nurg'un bolalarimiz bor. Gerçi bu musobaqaga 20 dek balımız bağlan bilen ama Şivsiyada top oynayotgan, top qiziqadigan nurg'un bolalarimiz bor. Bularning ichidanmi komanda tashkillab o'zaro mayli yesha qarta bo'lib har xil shaklda o'ynama qilib bo'ldi deysiz-ku. Tarbiyalab yoki musobaqalashtirib bo'ldi. Ammo shuni qilsak bo'ldi demoqchi. Men shunday tushundim sizning gapingizni. Bu yerdan qilsak bo'ldi, bu yerda chiqma Uyg'ur bolalardan chiq. Biroq chiqlar bilmaydi-ki. Futbol komandasi borligini. Mana majildimi jiq yang bolalar, yosh bolalar keldi. Yana bolalar o'syapti, 13-14 yoshlik bolalar, 12 yoshlik bolalar o'syapti hozir. Shularni o'sib, pasta kelib, mana shu Uyg'ur komandasiga bo'lib, mana shu aqlarni joylarga keyin tutsa, bular o'ynamagan vaqtida ular kelib o'ynab, shundoq qilish kerak, shundoq tutish kerak. Shundoq. Shuni judamasdan. Hamda mana shu Shvetsiyada bir turnirlarni qilsakmi bo'ldi. Adamchiq. Xudoyim bersa 9-oyda
o'ylayapman bir küçük turnir qilib 7 kishilik bir komanda 7 kishi ya 5 kishi shunda hozir o'ylayapman qanday 5 kishimi 7 kishilik shunda qilib bir mashrabdagi boshqa cho'ng bolalarmi mashrablar o'ynayotgan yoshlarmi hammasi komanda o'zining oldiga komanda yig'ib qilib o'ynasak shuni o'ylayapman 9 oyda inshaalloh qanday bo'ladi xudo o'zi biladi yaxshi o'ylabsiz Alloh chunki o'zi biladi Shvetsiyada 9 oydan boshlab maktablar yig'ilgandan keyin maktablarda mana shu o'zaro rayonlar komandasi boshlandi emasmi sizning ma taklifiniz nayt yaxshi bo'libdi bu yerda har xil cho'ng kichik mashrablar bor har kim o'zining doirasidagi insonlarga aralashadigan insonlar jiq siz degandek futbolni hammadan bek yaxshi o'ynayapmisizmi uyg'urning bolalari chiqib yaxshi o'ziga loyiq o'ynay oladi bu bir siz degandek bir tanarkat badan sog'lomligini yaxshilash bilan birga qarindoshlik mehr muhabbatini kuchlantiradigan o'zaro tanishadigan o'zaro hamkorlasha oladigan bir soha bu futbol degan shunga sizning bu jihatni o'ylagingiz nihoyat yaxshi bo'libdi bo'lsa shu sizning o'zingizning planlar bor haqcha masalan siz 12 yoshlik bolalarni tarbiyalab ularni yangi shaklda mush bolalarga o'rinliq yetishtirdiganga izlanayotganligingiz dedingiz demak shu yoshdagi bolalarimizni tarbiyalash kurslarini olsangiz shanba-yakshanbalik inshaalloh balkim ota-onalar bolalarimizni cho'qim sizning kurslaringizga berishimiz mumkin yoki avatishimiz mumkin chunki unda kursning boshqa rayondagi bor hamda ammo o'zimizning bolalarining bir yerda yig'ilib bir futbol o'ynashi u boshqacha bir nima beradi u boshqacha u faqat boshqacha bir yangilik boshqa bir xo'shallik boshqa bir hamkorlikni bolalarimizga ato qiladi hamda bu yerda yashagan bolalar o'zaro uyg'urlar hammasi bir yerda to'plashib yashamaydi bu yerda siz bilasiz aynan birimiz asalbiyda birimiz yarfallarda birimiz kalaxalda degandek har xil rayonlarda yashaymiz bolalarimizni shu rayondagi maktablarga berib o'qib keladi uning uchun futbol shaklida bir yig'ilishning o'zimi shuni qiziqadigan qarindoshlarimiz uchun nihoyat bir yaxshi deb o'ylayman shu bolalarmi mana biz yig'ilganga bu hamma bolalar tayyor bolalarda futbol o'ynagani o'zining shu rayonlarda komandalarda o'ynaydi biroq uyg'ur komanda yig'ilyapti deb qanki hozir jiq kelyapti bolalar biz shu uyg'ur komandasi bo'layli o'ynayli deb o'zlarimi qiziq qilyapti endi shu yaxshida hamda ota onalari hammamizni bizning uyg'urlar bizga yordam qilsa shu bolalar bilan beringlar shaga qilinglar bir birini tanishib bir biri bilan og'in bo'lib yursizlar yaxshi og'inlarni topsizlar deb qilsa shu bizning narsamiz albatta nihoyat yaxshi o'ylabsiz inshaalloh menimcha Shvetsiyadagi uyg'ur xalqi bu ish shakliga qarab turmaydi deb o'ylayman mayli sizga qandaq moddiy yoki ma'naviy jihatdan yordam bo'lsa buni cho'qim qo'llab quvvatlaydi deb o'ylayman inshaalloh 8-oyning oxiridagi yig'ilishlarimizda mush projektlaringizni texnik tafsiliy jamoatga o'tirib qo'ysangiz inshaalloh cho'qim qo'llashga erisha olasiz deb o'ylayman inshaalloh rahmat andan keyin boshqa men so'rayolmagan boshqa gap so'zlar bo'lsa desangiz nihoyat xursand bo'laman men mana shu bizning trener bolalarga mana shu komandalarning trenerlariga boshqa davlatning trener bolalarga Ilshod Ilchin Azamat Mansur Muzaffar Anskina Kanada Amerikaning bolalarini Avstraliyaning bolalarini hammasini Turkiyadagi Qozog'iston O'rta Osiyoning hamma bolalarning trenerlariga cho'ng rahmat aytaman shu yordam qilayotganlarga hammamiz o'zimiz tarafdan davlatning mana shu ishlab yosh bolalarni yig'ib futbol orqali tanishib qilayotganimizga bu oson ish emas bu kichkina qiyin shu uchun hammasiga cho'ng rahmat deyman bu Norvegiyada yig'ilgan 5 davlatning trenerlariga hammasiga cho'ng rahmat deyman bolalarga shunda xo'sh bo'ldim ularni ko'rib
ko'rib gap qilib mo'lishib o'tadik, mo'lishib o'tadik. Chiroyli, yaxshi. Hammamiz bu qitim Norvegiyada o'tgan keyin mana shu cho'ng rahmat Muzaffarga da'vatman. Muzaffarning komandasiga, bolaga, Norvegiyaning jutiga, jamoatga yordam qilayotgan ularga mana shu chiroyli o'tkazgan futbol o'yinini Norvegiyada. Shuning cho'ng rahmat deyman. Chiroyli o'tdi. Tomoqlari payzi. Shundaq hammamiz bir yerda o'tirib, hamma komandalar qo'saqni to'yg'izib, shundaq chiroyli paranglashib, mo'lishib, shu chiroyli o'tadi, chiroyli o'tdi. Hammasi biz xushal. Shunday. Biz bolalar bilan o'zimiz mashinalarda bordik. Boshqa davlatlarda aeroplanlar keldi. Shunday. Shu uchun o'jiq bolalarning, o'jiq komandaning bolalari shu yo'lda bir xato bilet olib qilib, bunday kelamay qoldi. Biz mashina berib, mashina keldik hammamiz. 5-6 mashina yig'ilib bordik. Shunday. Shu Nayt yaxshi. Nayt yaxshi, nayt güzel. Siz degandek shu butun dunyodagi qarindoshlarimiz hammasi shu futbol sohasiga ko'ngil bo'lsa, futbol sohasiga ko'ngil bo'layotgan qarindoshlarimiz, ya'ni keng doirada bolalarni yaxshi tarbiyalasa, siz degandek shu Istanbulga butun dunyodagi hamma Uyg'urlar to'plasha oladigan bir rayon, ham qulaylik, Yevropadagi bular hech qanday viza ketmaydi. O'rta Osiyodagi davlatlardagi qarindoshlarimiz kelalaydi. Kelamaydi. Demak, aşağıda muhaciratdagi bir Uyg'urlarning lonqusini talashish futbol komandasi inshaalloh o'rlashtirsa, bular Dünya Uyg'ur Qurultiyi boshliq tashkilotlar o'rlashtira olsa, inshaalloh nayt güzel bir şekilde lonquni talashish musobaqasi bo'ladi. Ham u hattoki necha haftaga davomlashishi mumkin, chunki dunyoning har yeridan kelgandiki necha bir komanda yig'iladi bu yerga. Unda bo'lgandan keyin qarindoshlarimiz hem o'zimizning davlat bayrog'imizni chiqaradigan, hem u yerda butun qarindoshlarimizga bir kengri shaklda bir yig'in to'planti qila oladigan bir sharoitlarni yer berdi ekan. Siz degandek boshqa davlatlardan kelgan qarindoshlarimiz bilan texmi tunishadigan, yaqindan bular yoshlarimiz o'zaro do'stlik aloqasini bog'laydigan bir sorun hazırlığı buldu ekan. İnşallah bu inşallah kelayligicha qarindoshlarımızning bir tirishchanligida bu ishlarni bulab qoladi deb o'ylayman. İnşallah biz shuni o'ylab kutib o'tirmiz. Mumkin mening birlik shu majili Norvegiya bilan Amerikaning kubi bir vaqti bo'lib qoldi-chi. Men ko'rdim Amerikaga, Kanadaning Marshall Longsi o'tayotganda live ko'rdimda, qarab o'tadi. Shundaq payzi o'tdi, chiroyli o'tdi, yerdimi rapizam bo'lmagan, hamda bizni ashaga bir paqali bizni chaqasa, Longsini o'tkazsa, bizni chaqasa, bizni mana shu komandani yig'ib, Stokgolmning komandasini yig'ib bir paqali deb o'ylayapmiz. Hamda chaqirib qolsa boramiz inshaalloh. Bo'ldi inshaalloh Kanada, Amerika qarindoshlarimiz buni ko'radi. Balkim cho'qim sizlarning Soyibxon shaklida bir chaqalsa, bir do'stlik musobaqasini ashadlarga berib o'ynab kelsanglar, nayt yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. İnşallah. Ashadagi bolalar bilan shu ashada yashayotgan Uyg'urlar bilan tanishib kelaylik deyapmiz. Yosh bolalarmi Angliycha biladiamiz. Shular bilan yang ağınlan tepib, aralashib, yaxshi-da. Shunaqa. Shu kutimiz hamda. Sayıpxanısı chaqasa bor inshaalloh. İnşallah bu viruslar inşallah tamamen yo'qolgandan keyin inşallah texmi güzel bo'lib ketadi deb o'ylayman. Siz degandek kelajli İstanbulda agar mushu musobaqalar o'rishtirib qolsa, dunyoning 20-30 davlatdan qarindoshlarimiz kelsimi, nayti dunyo Uyg'ur lonqusini tanishimiz zavqisi bo'ladi deb o'ylayman. Ammo xuddi bu yil bo'ldi-ku Qatardagi dunyo lonqusini tanishimiz bo'ldi.
Şuna o'xshagan şekilde İstanbul'dami Dünya Uyg'ur no'qisini tanış musobaqasi bo'lsa-mi, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Men mana shu İstanbulda Turkiyada bo'lganki bo'lsa, u 2024-yilda bo'ladi. Ular qilamiz deb qilsa, kelar yil yo'q. 2 yilda bir qitim mana shu futbol lonkasini, davlat lonkasini qilamiz deb shundaq chiqarganda, eng birinchi qilganda shu Gollandiyada 2011-yilmi shu vaqtida shundaq qilgan, palayat chiqqan. 2 yilda bir qitim qilamiz deb. Shu uchun Turkiya qilamiz desa 2024-yilda inshaalloh. İnşallah. Yerda hamma davlatlar yig'ilib Shunaqa. O kunlarmi inshaalloh. Bu kunlarmi kelib qolar inshaalloh. Muddatda vatanimizda bu şekilde bir bütün o'zimizning ozodligi, hurligini, mustaqilligini tabriklagach inshaalloh vatanimizdagi xalqimiz bilan bunda futbol musobaqasini, dunyoviy futbol musobaqasini o'tkazishni nasib qilsin deymiz. Janob Allohdan umid tilaymiz. İnşallah. Naydi güzel sohbet bo'ldi. Ahirda yana gap so'zlarimiz olsa anlayman. İnşallah bunun kendin söhbətimizi axırlaşdırırız. Sizga cho'ng rahmat deyman. Mana shu bolalarga shundaq yordam qilayotganingizga, mana shu bugun mana shunaqa chaqirib bizni so'z berganingizga cho'ng rahmat. Bolalar bak xushal bo'ldi. İnşallah. Bu bolalarni shundaq bu bolalarga birinchi qitim bu qiziqchilikda endi. Yaxshida o'zlari ko'nglim ichilib qoldi bularni. Lekin yana Uyg'ur komandasi futbol o'ynaydi desa, jigrab keldigan bolalar bu. Shu hammamiz shunday bo'lsak, bir-birimizga yordam qilib, bir-birimizni hurmat qilib yursak, shu ya'ni xohlaymiz biz. Shu xohlagan narsamiz shu. Bizning ota-onalarimiz rozi bo'lsa, biz hammamiz bir-birimizga yordam qilib, rozilik qilib yursak yaxshilar. Shunaqa endi men sizlar kelgandan keyin ham qilatdik, undan keyin taqishib qoldi, Qurbon yetib kelib qoldi deb, shunga Qurbonning keyindan sizmi ishlayapsiz, nimadan keyin bir ishdan sirt qilayotgan ishlaringiz bor, sizdan Alloh razı olsun. Ko'p jafo chekdingiz. Mana 3-oydan tortib 7-oygacha 4 oy jarayonida siz nihoyatda yaxshi natijalarni qo'lga keltirdingiz. Bundan 3 yil burun 2019-yilda sizning o natijalaringizga men o'z ko'zim bilan shohid bo'lgan. Siz ağaçlarla birlikte kütəgən, birlikte təbrikləşkən. İnşallah mən bununla şahit bolğanlığım üçün hər birinizə mənim qulamdan gələn bu təşviqat vasitəsi arqılıq Şvetsiyadakı Uyğur xalqıga və dünyadakı Uyğur xalqıga bizning Şvetsiyada məşdə əzmətlərimiz var. Dəb bu əzmətlərimizni tunuşturuş, bulan təşviq qilish mənim burchum deb qarayman. İnşallah yenilam qarindoshlarımızdan bunun keyinki faaliyetlerdimi? Aynı siz 9. ayda çoğun bir faaliyet qilishni tayyorlik qilib o'tibsiz inshaalloh. O faaliyetlerinizga yeningizda bo'lamiz inshaalloh. Hamkorlashib yaqinda yordamda bo'lamiz Allohning izni bilan. Bo'ladi amsa Mehmet Sidiq qarindishim Alloh razı olsun. Bugungi suhbat programmamizni mishada oxirlashtiramiz. Hammanglarni Allohga topshiraman. Inilarimga mendan salomdan inshaalloh ko'rishguncha hammanglarni Allohga topshirdim. Allah'a emanet. Rahmet. Hammalarga rahmet. Xo'sh amsa. Allah'a emanet. Hürmetli görünmenler, bugünkü programımız müşahede ahırlaştı. İnşallah biz Şvetsiyadaki bu da futbol komandasında netice kazangan qarindoshlarimizni təbriklash şeklinde ve bularning iş faaliyetlerini yakından her birleriga tunutish maqsadida kapitan Mehmet Sidiq ve onun bir qism futbolchi qarindoshlarimiz azmatlarimiz bilan o'tkazgan suhbatimizni sizlarga sundik. Bu futbol orqali qarindoshlarımızın Uyg'urligini, bularmi muhojiratda yashayotgan, bularmi Yevropada yashayotgan qarindoshlarımızın ittifoqlikni ilgari surish, o'zaro tunishish, o'zaro hamkorlashib ish qilishni ishga oshirish uchun bir ilib berayotgan yaxshi bir faoliyat ekanligini, buning natijasini mushu bizning Shvetsiyadagi komandasidan har birlariga azroq shaklda bir bildirish maqsadida bu programmani ishladik. Ham bu qarindoshlarimizning natijalarini bu ekranimiz orqali biroz tabriklashga bir asos bo'lish uchun bir azroq tirishgan bo'ldik qarindoshlar. Shuning bilan birga bizning kanalimizga a'zo bo'lmagan qarindoshlarimizning a'zo bo'lishini,
muşuna o'xshagan yaxshi programmalarni vaqtida ko'rish uchun buni a'zo bo'lsa, uning kelgan uchur bilan vaqtida xabardor bo'la oladiganligini eskartamiz. Shuning bilan birga buni o'zinglarning doirasidagi ijtimoiy tarmoqlarda taqib qo'yishinglarni umid qilaman. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.